Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asiya Radiosu 27 may kundagi xabarda o'tgan yili Xitoy virus yuqumi sababidan cheklik sondagi hojilarni qabul qilgan Saudiya Arabiston yaqinda bu yillik haj normasi va uning munosabatli shartlar haqida bir uqtirish e'lon qilgan. Saudiya doiralarining hujjatida bu yil davlat ichi va sirtidan 60 ming hoji nomzodini qabul qiladiganligini. Biroq bu hoji nomzodlarining Saudiya Arabistonga kirishi uchun uqtirishda ismi tilga ilingan vaksinalarni amlagan bo'lish kerakligini bildirgan. Xabarlarda bildirilishicha, Saudiya Arabistonning bu tizimligiga Pfizer, Oxford, Moderna, Johnson vaksinalari kirgizilgan. Xitoyning Sinovac shirkati ishlab chiqargan vaksinasi kirgizilmagan. Ma'lum bo'lishicha, bundan ilgari Saudiya Arabiston Xitoy vaksinasini amlagan Pokistonlik hoji nomzodlarini davlat kirgizmaganlikdan qalaymiqanchilik paydo bo'lgan. Bu sababdan Saudiya doiralari bu alohida uqtirishni e'lon qilgan. Turkiyadagi turk xabar qatorliq axborot vositalarining xabaridan qaraganda, Saudiya doiralarining bu uqtirishi Xitoy ishlab chiqargan Sinovac vaksinasini asos qilib amlagan Turkiya, Indoneziya va Pokiston qatorliq davlatlardagi hoji nomzodlarini andishiga solgan. Turkiya bu yil yanvar oyida qabul qilgan 50 ming Xitoy vaksinasi tunji qatim 60 yoshdan oshganlarga amlangan bo'lib, hajga iltimos qiluvchilarning ko'pinchisi 60 yoshdan oshganlar ekan. Shunga Saudiya Arabistonning uqtirishi o'zgarmasa, turk hoji nomzodlari bu yil hajga boramaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Pokiston tashqi ishlar ministrligi bu qarorga e'tiroz bildirganligini va Saudiya hukumatidan Xitoy vaksinasini tizimli kirgizishni talab qilgan. 27 may kuni Amerika Ahli tafakkur bazasi munbiri Xitoy Kompartiyasining Hind Tinch okeanidagi raqamli kengashiga qanday taqobil turish kerak temasida yig'in o'tkazgan bo'lib, Hind Tinch okean rayonida erkin, haqsiz raqamli tartibini ilgari surishdagi eng yangi dokladni mulohaza qilgan. Dokladda Xitoy Kompartiyasining raqamli kengashi va Hind Tinch okean rayonidagi 5G ul aslalarning taraqqiy qilishining Amerika va Hind Tinch okeanidagi demokratik davlatlarga xatar yetib keldiganligi, kelgusidagi raqamli tartibning erkinlikka kafolatlik qilish uchun Amerika chuqur ko'p taraflamlik plan tuzib, o'xshash fikrdagi davlatlar bilan hamkorlashishi, boylik va iqtidorliklarni birlashtirib, Xitoy Kompartiyasidan kelgan xirisga taqobil turish kerakligini, Amerikaning sog'lom texnik ishlatish qoidasini tuzib chiqib, texnikalarning yerlik diktator yuzlanishini ilgari surishga emas, balki erkin va taraqqiy qilgan jamiyatni ilgari surishga ishiltish kafolatlik qilishni o'tirib qo'ygan. Germaniya Afrikaning janubidagi Nambiyadagi mustamlikachilik ishg'oliyatida irqiy qirg'inchilik qilganligini tunji qatim e'tirof qilib, Berlin doiralari Nambiyaning turli turlariga yordam berish uchun 1 milliard 100 million yevro qimmatidagi iqtisodiy yordam bilan ta'minlashga va'da berdi. Germaniya mustamlikchilari 1904-yildan 1908-yilgacha bo'lgan qirg'inchilikda 10 minglagan Xeriro va Namay yerlik aholisini o'ldirgan. Tarixchilar buni 20-asrdagi tunji irqiy qirg'inchilik deb atagan. Gerçi Germaniya doiralari bu vahshiylikni mustamlika davridagi hokimiyat beshidagilar keltirib chiqarganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo bevosita to'lam berishni rad qilib kelgan. Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas bayonotida hozir bu voqealarni rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qiladiganligini, Germaniyaning tarixiy va axloqiy mas'uliyatini ko'zda tutib, o'zlarining Nambiya va ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning avlodlaridan kechirim qilishni so'raydiganligini, amaliy harkat orqali ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga 1 milliard 100 million yevro berish orqali Nambiyani qayta qurish va taraqqiy qildirishni qo'llaydiganligini bildirgan. Suhbatning mazmunini pishiq bildigan bir arbobning so'ziga qaraganda, bu pul 30 yilga bo'lib berildiganligi, Geriro va Nama qabilalarining avlodlarini asos qiladiganligini bildirgan. Germaniya 1884-yildan 1915-yilgacha Nambiyani mustamlika qilgan. Geriro va Nama qabilalarining isyollarini rahimsizlarcha bostirib, keng ko'lamli qirg'in qilish hamda jazo lagerlarida tutib turish va bostirish orqali irqiy qirg'inchilik qilgan. Germaniya bilan Nambiya o'rtasida yuz bergan qirg'inchilik to'g'risida 5 yildan ko'proq suhbatlashgandan keyin ikki tarafning o'rtaq tonish hosil qilganligi muayyanlashtirilgan. Qon besimi odamning bir xil fiziologiyalik ko'rsatkichi bo'lib, bak yuqori yoki bak tuvan bo'lsa, hayotiga xavf yetkazadi. Tuvan qon besim o'z ichidan yana normal va benormal deb ikkiga ayriladi. Bir odamga nisbatan aytganda barliq fiziologiyalik ko'rsatkichlar muvofiq bo'lishi kerak. Odatda qo'ramga yetganlarning qon besimi 60 va 90 dan tuvan bo'lsa, tuvan qon besim deb qaraladi. Lekin ba'zilarning qon besimi yuqori o'lchamdan tuvan bo'lsa-mu, hech qanday beyaram bo'lmaydi. Bu bir xil fiziologiyalik ahvol bo'lib, bir taraf qilish hojatsiz. Tuvan qon besimida ko'p hollarda masala og'ir bo'ladi. Jiddiy xarakterlik tuvan qon besimi ko'p hollarda odamning fiziologiyalik ko'rsatkichida o'zgarish paydo qiladi. Masalan, qon ko'p chiqib ketish, qon tomirida qon bo'lmaslik, qon besimi tuvan bo'lish, yurak muskul tiqilmasi, yurakda zo'r ko'lamda yurak muskuli qisqarish, yurak mag'dursizlanish, chiqargan qon yetarli bo'lmaslik qatorliqlar. Bu patologiyalik tuvan qon besimi deb ataladi. Jiddiy bir taraf qilish kerak, bo'lmasa jonni saqlab qolib bo'lmaydi. Ba'zi ishga ajratma kasalliklari so'zilma xarakterlik tuvan qon besimini keltirib chiqaradi. Ba'zi kishilarning qalqonsimon ba'zi xiddori tuvanlab ketganda butun badan mag'dursizlandi. Sovuqdan qo'rqadi, shundaqla terisi qurg'oqlashadi.
qon besimi tövəllab ketidi. Yana bir xil kasallik bor bo'lib, bu badandagi hormonning ajralib chiqishidan kelib chiqqan masala bo'lib, bemorda teri qardash, ko'ngli ilishish, qusish va qon besimi tövällash qatorliq kasallik alomatlari ko'riladi. Yana bir xili tövan qon besimi bo'lib, badan turqi xarakterlik tövan qon besimi deb ataladi. Buning sababi badan holatining o'zgarishi. Masalan, karavotdan tuyuqsiz ittik o'rnidan turganda qon besimi tövəllab bosh qiyib, ko'z qorong'ulishini keltirib chiqaradi. Dorini muvofiq yemisimi tövan qon besimini keltirib chiqaradi. Tövan qon besimini doim uchirtamiz. Ko'p hollarda yuqori qon besim bemorlari kasal ko'rsatganda, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ba'zi dorilarni iste'mol qiladi. Bu dorilar ichida qon besimini tövəllatuvchi dorilarning miqdori bir qadar ko'p bo'lib, bemor o'zi dorini ko'p yeganlik sababidan, qisqasi dori masalasi tufaylidan qon besimini tövəllatib yetadi. Bu xil tövan qon besimi davolash manbalik tövan qon besimi deb ataladi. Yashanganlarda asalli badan holati xarakterlik tövan qon besimi ko'riladi. Chunki yashanganlarning qon tomiri qetib, tangshish iqdori ojizlaydi. Badan holatida tuyuqsiz o'zgarish yuz bergandan keyin qon besimi tuyuqsiz tövəllaydi. Badanda suv kamchil bo'lib, odatda harakati oz va uzun mazgil o'rin tutib yetib qolgan kishilar asalli badan holati xarakterlik tövan qon besimini keltirib chiqaradi. Bundaq kishilar bek to'yib ketish yoki osh qilishdan saqlanish, aroq ichmaslikka, tamok chekmaslikka alohida diqqat qilish kerak. Muvofiq cheniqishni davomlashtirib, yetarli uxlashga kafolatli qilish, charchashdan va uzun vaqt o'ri turishdan saqlanish kerak. Tövan qon besim bemorlarining oqibati uning kasallik sababi bilan munosabatli bo'ladi. Agar tövan qon besim paydo qilgan birlamchi kasallikning oqibati yaxshi bo'lsa, tövan qon besim alomatlarini nihoyat yaxshi asliga keltirgil bo'ladi. Birlamchi kasallikning oqibati yaxshi bo'lmagan bemorlarga nisbatan tövan qon besim alomatlari uzoq muddat takror qo'zg'alib, turmush sifatiga og'ir darajada ta'sir ko'rsatib, asosliq a'zolar iqtidorining chekinishini keltirib chiqaradi. Tuyuqsiz yuz bergan tövan qon besim yana hayotiga xavf yetkazadi. Haqiqiy birlamchi kasallik bo'lmasa, tan saposi ojiz bo'lish yoki ziyoda charchash sababidan tövan qon besimi kelib chiqadi. Shunga turmush va yemak-ichmakni tangshab, cheniqishni kuchaytirish orqali tangshash ep berish kerak. Xabarlarimizga ko'ngilliq rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.